Selam dostlar. Bugün sizler bilen men endi davranmak Minecraft bulmoqdaman. Bugun biz Minecraft'dagi sirli bloklarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi blogimizning nomi bu baryer blok. Bu blokni ko'pchilik ishlatishni bilsa kerak, qandayligini ham bilsa kerak. Va uning ichida mana shunaqa ishlaydi. Endi buni olamiz. Mana bizga berdi. Ko'pchiliklar ishlatishni bilsa kerak. Do'stlar, men bilasizlar, uchun chiqishlarni qanday topishni o'rgatganman. Kirib bemalol o'ynashingiz mumkin. Boshqa youtuberlardan so'rashadi, Telegram akkauntidan. Do'stlar, mana men buni ichiga jitilni qo'yib oldim. Bu mana bunday qilsa ko'rinmay qoladi. Demak, bu juda ajoyib va g'aroyibiy blok. Hammasini olishni sizlarga ham maslahat beraman. Bu yerda tubcha bor ekan. U bolachasi ham bor ekan. Mana jitil ketolmayapti. Ko'rib turganimizdek. Endi ikkinchi blogimizga o'tamiz. Uning nomi struktura void ekan. Olamiz. Mana bizga mana shunday ajoyib va g'aroyib bitta blok berdi. Endi bu blokning barrierdan farqi bor. Bu blokning ichida o'tsa bo'ladi, mana. O'tsa bo'ladi. Bu yerda barrier bordi. Mana jitil ham bemalol o'tib ketyapti. Mana buning ichidan o'tsa bo'ladi. Bu sizlarga nima kerak? Bilmadimmi? Lekin bunda bitta ajoyib, bitta zo'r narsasi bor. Zo'r narsasi bor. Hozir. Do'stlar, mana men o'sha blokdan mana rasmdan bir bala to'rtburchak narsa qildim. Mana ichiga ham bemalol kiralyapman. Bundan hattoki kamonning o'qlari ham o'tadi. Bemalol mana kirib bemalol qilsa bo'ladi. Endi biz uchinchi blogimizga o'tamiz. Do'stlar, mana uchinchi blogimizning nomi light block deb nomlanar ekan. Buni o'z urvenlari bor. Men eng katta 15-urvenni oldim. Mana. Bunda oddiy fakel ham bo'lishi mumkin. Lekin bu qo'ldan olsa ko'rinmay qoladi. Mana bu 0, 1, 2, 3. Asosda yarashib boraveradi. Bu oddiy fakeldan farqi qo'ldan olsa ko'rinmay qoladi. Buyoqcha bachkana bo'lmay qoladi. Demak, bu blokni ham ko'rgan bo'lsak, keyingi blokka o'tsak bo'ladi. Do'stlar, keyingi blogimizning nomi bu Hello deb nomlanar ekan. Bu blokni ham olsak, mana biz qilaydi. Yana mana biz ham qilib oldik. Tak. Bu blok vijaniyada umuman sinmaydi. Boshqa bloklar ham shu sinmas edi. Demak, bizga bedrock kerak. Olamiz. Tak, hoppa.
Endi biz Nijeritni kirita olsak. Mana men videoga ham o'tib oldim. Bunda mana sinmayapti. O'zi kreativdan bitta sinmaydigan blok olsa bo'ladi. Inventardan. Mana. Bunda o'zini mana animatsiyalar bor, sinish animatsiyalar bunda. Faqat mana bir martagina urilyapti. Buni ham sindirib bo'lmaydi. Buni ustiga xohlagan blogimizni qo'yishimiz mumkin. Faqat o'zini ana blogidan tashqari. Buni faqat kreativda qo'ysa bo'ladi, deyapti. Demak, biz keyingi blogimizga o'tamiz. Do'stlar, mana keyingi blogimizning nomi esa Deni deb nomlanadi. Bu blogning xuddi mana bu blogning xuddi o'ziga o'xshaydi mana. Bu blog toshliga o'xshaydi, toshli qiymaga. Jivanaga o'tib olamiz. Xo'sh, biz buni ustiga xohlagan blogimizni qo'ya olmaymiz. Xohlagan blogimizni qo'ya olmaymiz buni ustiga. So'nggi va oxirgi blogga o'tsak. Keyingi blogimizning nomi esa bu Border blog deb nomlanar ekan. Buni ham olsak. Bu xuddi mana Redstone to'siqchaga o'xshaydi. Redstone qilingan to'siqchaga o'xshaydi. Oddiy to'siqchani olamiz. Do'stlar, mana oddiy to'siqchani ham olib oldik. Demak, bu to'siqchani ham bu yerga qo'ysak, mana bu yerga qo'ysak, endi bu blogning ustidan bemalol o'tsa bo'ladi. Bu hozir bizlar vijvanaga o'tib olsak, mana vijvanaga ham o'tib oldik. Demak, buning ustidan ham ostidan ham o'tib bo'lmaydi. Buning ustidan bemalol o'tsa bo'ladi. Va bizda video tugadi. Hammaga xayr. Like va obuna esdan chiqmasin. Bu bloglarni sizlarga ham olishni maslahat bergan bo'lar edim. Bu bloglar juda samarali va juda yaxshi bloglardan hisoblanadi. Bu juda sirli bloglar. Minecraft o'zidan, inventaridan olib bo'lmaydi. Bu bloklarni faqat komanda orqali olsa bo'ladi. Mening belimda kirka turibdi va buning sababi mod orqali. Men bitta mod o'rnatdim. Hammaga xayr, sog' salomatlik tilayman hammaga. Videoga like va obuna esdan chiqmasin. Men shu yoz oxirigacha 100 ta obunachi bo'lmoqchiman. Agar 100 ta bo'la olmay qolsak, 50 ta yoki 100 ta bo'lmoqchiman yoki 100 ta qila olmasak, 50 ta qila olishimiz mumkindir balki. Sizlarning qo'lingizdan keladi, hammasi juda yaxshi. Lekin bitta videoyimda so'kinib yozgan ekan, o'shani sizlar ham qaytarmasligingizni istab qolaman. Demak, bu videoda har xil komanda orqali ko'rib chiqdik. Demak, aytmoqchi, men shaderni qayerdan olganman? Bu shaderni Bedrock shader deb yozsangiz chiqadi. Bitta ko'rshapalakni qanotini yozib turgandek chiqadi. O'shaning ustiga bosamiz. Bu shaderning nomi RG shader. Shaderlarni qanday qo'yishni men sizlarga o'rgatganman. O'shandan qo'yib olsak bo'ladi. Qo'yib olsalaringiz bo'ladi bemalol. Xo'sh, videoga like va obuna esdan chiqmasin. Bu videoda
har xil bloklarni ko'rib chiqdik va shunga yarasha zo'r narsalarni ham olib oldik. Bu yerda border, Deni va Ellof qo'limda turibdi. Sirli bloklardan komanda orqali olsa bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna esdan chiqmasin. Xuddi aytganimdek, shu yoz oxirigacha 100 ta bo'laylik obunachilar, iltimos. Bu sizlarning qo'lingizdan kelishi aniq. Men sizlarga ishonaman. Hammaga xayr.